Yana bir bora assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Gullar aka munochilar. Gunjoralarimiz aksiya bo'lib ketdi, 5000 so'm bo'lib. Ko'rib boraverasizlar. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, like, obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Boshlab qo'yamiz. Bu nerdan gunjorasi ekan bu aka? Xonqoning gunjora. Aynanda xaltalar tayın turibdi. Xaltalar tayyor turibdi. Xaltalar qo'yib istaydi akamiz. Bu gunjoramiz 5000 so'mdan akalar. Xaltalarni tayyor turgan ekan. Xaltasi bilan olib ketaverasizlar bemalol. 150 ming so'm bir xaltasi. Bir xaltasi 150 ming so'm. Necha kilo keladi? 30 kilo keladi. Qaysi nedan bu? Gunjora? Xonqoniki. Yani 5000 so'mlikmi? 5 ming so'mlik. 5000 so'mlik. Ana obunachilar bemalol kelaverasizlar. Xohlaganingizcha gunjora bor. Bu Shobboznikimi? Beruni. Berunining gunjorasi ekan. 6200 so'm. 6200 so'mdan. Optim narximi bu yerda? Optim narxi. Kelaversan ya, boshqa bo'lsa qaytib beramiz. Kami bor. Kami bor ekan. Hurmatli obunachilar, 4 qo'lning gunjorasi. Necha so'mdan kilasi? 6200 so'mdan. Optim bahası yine ko'proq olsanglar yana kelishamiz deydi akamiz. Kepak 75 berdi. Kepaklarimiz 75 berdi bugungi bahasi. Bugungi bahası 75. 25 kilodan bu xaltamiz. Standart o'zi. Kepagimiz Qoraqalpog'istonning kepagi Tumor. 25 kiloluk. 75 ming so'm bugungi bahası. Urganchdan gunjorasi. Nafis debizmi? Nafis. Necha so'mdan bu? 6,5. 6,5dan. Gunjoralarimiz ko'rib turganlaringizda domzor islardan yaxshi ekan. Mana kelaverasizlar, baholari bilan tanishtirib o'tdik kepakdan. Hammasini optim joyi bor akalar. Optim joyi kelaverasizlar bemalol. 5000 so'mdan sketka bo'lib turibdi. Bularımızın bahasını aytib o'tdi. Hayatda turganimiz 5000 so'mdan ekan. Bemalol kelaverasizlar. Ana akalar adresimizni aytib o'tadigan bo'lsa, bu yoqdan Shovot Urganch yo'ldan kelaverasizlar. Yanımda baliqxona, ya'ni Zorliqda joylashgan bo'lib, yo'lning bo'yida ko'rinib ham turibdi o'zi. 4 qo'lning gunjorasi bor, Shobboz Berunining gunjorasi bor. 5000 so'mlik sketka bo'lib turgan gunjoramiz ham bor akalar. Yana birinchida uyilib turgan, ustunda reklamasini yopishtirib qo'yibdi o'zi. Bu yoqdan kelsangizlar, Amudara, Mang'it, Xitoy tumani nedan kelaverasizlar? Postga bit. Nedan? Postdan. Zorliqdan manzilimiz. Bemalol kelaverasizlar akalar. Sketka bo'lib turibdi. 5000 so'mdan gunjoramiz. Nomerlarni aytaverasizmi, nomerlar? 97dan 512 38 38. Dastlab xizmatlari bormi? Bor. Dastlab xizmatlari bor ekan. Bemalol akalar. Ayting ekanchi nomerni. 98 66 74. Ana, quyida nomerga telefon etaverasizlar akalar. Gunjoraning optim joyi bemalol kelaverasizlar. Dastlabki xizmatlari ham mavjud.